agar men ko'rib turgan insonni sevmasam, ko'rmayotgan Xudoni seva olmayman. Birinchi Yuhanna maktubida Yuhanna shunaqa so'zlarni yozadi: agar sen ko'rib turgan birodaringni sevmasang, ko'rmayotgan Xudoni seva olmaysan. Va sen ko'rib turgan birodaringni sevmasdan turib Xudoni sevaman deb aytayotgan bo'lsang, sen uchiga chiqqan yolg'onchisan. Ya'ni unaqa bo'lishi mumkin emas. Men ko'rinmayotgan Xudoni sevaman va shu paytda o'zida ko'rinayotgan odamni sevmayman. Lekin ko'rinayotgan odamni sevsam, shu qatori men ko'rinmayotgan Xudoni ham seva olaman. Chunki qaysidir ma'noda bizani Xudoga bo'lgan munosabatimiz bu bizani insonlarga bo'lgan munosabatimizda namoyon bo'ladi. Ya'ni qaysidir ma'noda agar men biron bir insonga yaxshilik qilsam, bu orqali men Xudoga qaysidir ma'noda yaxshilik qilayotgan bo'laman. Nimaga? Chunki u insonni Xudo yaxshi ko'radi, u insonni Xudo yaratgan, u insonni dunyoga kelishiga Xudo sababchi bo'lgan. Shu uchun muhim narsa, ya'ni insonlarni sevish, o'zgani o'zimiz kabi sevish. Va men bundan-da ko'prog'ini aytaman. Agar kalomni o'qiydigan bo'lsak, Matto Injili 5-bobda Iso Masih aytadiki, dushmaninglarni sevinglar. Bu juda ham buyuk so'zlar. Nafaqat insonlarni qanaqadir, balki dushmanlarni sevish. Ya'ni kalom shunga bizani o'rgatadi. Juda ham oson inson o'zini yaqinlarini sevish, o'zini farzandini sevish yoki ota-onasini sevish. Lekin juda ham qiyin sizga biron bir yomonlik qilgan insonni sevish, sizni pulingizni olib qaytarib bermagan insonni sevish, sizni orqangizdan gapirgan insonni sevish, sizni g'iybat qilgan insonni sevish, sizga quruq tuhmat qilgan insonni sevish, sizni haqorat qilgan insonni sevish. Lekin Iso Masih o'zini so'zlari orqali bizga shuni gapiradiki, ya'ni dushmaninglarni sevinglar, dushmaninglar uchun ibodat qilinglar. Azizlarim, men sizlarga bitta narsani aytaman. Iso Masihning ta'limotidagi ta'limot yo'q bu dunyoda. Xohlagan joylarni izlanib ko'ringlar, xohlagan joylarni qidirib ko'ringlar. Ya'ni Isoni ta'limotiga yetadigan ta'limot bu dunyoda yo'q. Eng kuchli ta'limot o insonni ongini, fikrini, qalbini, dunyo qarashini, butun hayotini, butun yuragini, butun qalbini, vujudini o'zgartiradigan so'zlar, o'zgartiradigan gaplar bu Iso Masihning so'zlari. Faqat Iso Masihning so'zlari insonning hayotini o'zgartirishi mumkin. Iso Masihning so'zlari insonni soxta dindorlikdan to'g'ri xudojo'ylikka olib chiqishi mumkin. Agar bugun biz Isoni tanib bilmasak, agar bugun biz Isoga yaqinlashmasak, agar biz soxta dindor bo'lib yursak, biz Xudoni oldida qadriyatimizni yo'qotamiz. Biz nafaqat dushmanlarni sevishni, balki o'zimizni yaqinlarimizni to'g'ri sevishni o'rgana olmaymiz. Faqat Iso Masih orqali, faqat Iso Masihning ta'limoti orqali biz nafaqat o'zimizni yaqinlarimizni, nafaqat o'zimizni do'stlarimizni, nafaqat o'zimizni oila a'zolarimizni, balki dushmanlarni sevishni boshlaymiz. Bu juda ham chuqur narsa va bu narsaga faqat shu inson qodirki, qaysiki Xudoni tanib bilgan, qaysiki Xudoni ruhidan tug'ilgan, qaysiki muqaddas ruh orqali boshqarilayotgan insonlar bugun dushmanlarni sevish kuchiga ega. Xudosiz, Xudoni ruhisiz, Xudoni qudratisiz dushmanlarni sevish imkonsiz. Shu uchun azizlarim, bugun sizlar qanchalik harakat qilmanglar, agar sizlar bugun tirik Xudoni tanib bilmasanglar, agar sizlar Xudoni sevib qolmasanglar, agar Xudoga butun qalbinglarni, yuraginglarni, vujudinglarni, onginglarni topshirmasanglar, sizlar to'g'ri sevishni o'rgana olmaysizlar. Har doim muammo kelib chiqadi. Er-xotinning o'rtasida, ota-onani, farzandlarning o'rtasida, qo'ni-qo'shni bilan, boshqalar bilan ishxonada doim muammo kelib chiqadi. Lekin Xudoni tanib bilsak, Xudoga yaqinlashsak, biz haqiqatan sevishni o'rganamiz. Chunki kalom aytadi, Xudo bu sevgidir. Xudoda sevgi manbai. Faqat Xudo orqali biz haqiqiy sevgiga ega bo'lamiz. Bu dunyodagi sevgi bu hammasi yolg'on.
his tuyg'u, o'ldim, kuydim, nima qilaman, o'ldiraman, bu hammasi yolg'on, shaytonning yolg'oni. Lekin Xudo bergan haqiqiy sevgi bor. Qaysiki bu sevgi o'ziga biron bir narsani talab qilmaydi. Men insonlarni shundoqligicha sevishni boshlayman. U inson menga farqi yo'q. Kim bo'lishidan qat'iy nazar, balki ko'chada yurgan bir qanaqadir usti iflos, qanaqadir oddiy bir kambag'al insondir yoki bo'lmasa meni haqoratlagan, menga qarshi chiqqan, meni la'natlagan, menga zarar keltirgan insondir. Kim bo'lishidan qat'iy nazar, agar men Xudoni sevgisiga ega bo'lsam, agar Xudoni ruhiga to'lib toshsam, men dushmanlarni sevishni boshlayman. Men insonlarni sevishni boshlayman. Men oila a'zolarimni sevishni boshlayman. Bu mana haqiqiy sevgi.